Xo'p, demak boshlaymiz. Bo'linish belgilari, tub va murakkab sonlar. Bugungi mavzuda qoidalar anchagina ko'p bo'ladi. Xudo xolasa hammasini yozib beraman, ketma-ket daftarlaringga yozib olib, hammasini yodlaysizlar, tushundingmi? Demak, birinchi navbatda tub sonlar nima ekanligini bilib olsangiz kerak. Tub sonlar. Tub sonlar. Birga va o'ziga bo'linadigan sonlar qanaqa sonlar deyiladi? To'g'ri. Demak, birga va o'ziga bo'linadigan sonlar bo'linadigan sonlar qanaqa sonlar deyiladi? Tub sonlar deyiladi. Tub sonlar deyiladi. Faqat biriga bo'linishi kerak va o'ziga bo'linishi kerak. Ya'ni boshqa biron bir songa bo'linmasligi kerak. Tub son bo'lish uchun. Tub son bo'ladi. Ha, tub son. Eng kichkina tub son necha edi? Eng kichkinasi 2. Bir tub son narsasiga kirmaydi, tushunmi? Eng kichkina tub son 2, undan keyingisi 3, undan keyingisi 5, undan keyingisi 7, 9 bo'ladimi? Yo'q, chunki nechaga bo'linib qoladi? 3 ga bo'linib qoladi. Keyingisi 11, keyingisi 13, 17, 19, 23, 29, 31, keyingisi 37, keyingisi 41, keyingisi 43, keyingisi 47 va hokazo ketaveradi. Tushundingmi? 50 gacha bo'lgan tub sonlarni yozib beradi. Demak, eng kichkina tub son necha bo'lgan ekan? 2. Eng kattasi desa cheksiz. Tub sonlar nima desa faqat birga bo'linishi kerak va o'ziga bo'linishi kerak. Bo'ldi, biror songa bo'linmasligi kerak. Hozir 27 deyapsiz-ku. 27 qaysi songa bo'linadi? 3 ga bo'linadi. Biror bir songa bo'linmasin, faqat birga bo'linsin va o'ziga bo'linsin, tushundingmi? Mana hozir 2 dan boshlab, demak 50 gacha bo'lgan tub sonlarni yozdik. Ertaga savollar bo'lishi mumkin-da bizda 2 dan, masalan 10 dan 20 gacha nechta tub son bor? Yoki 30 dan 100 gacha nechta tub son bor? Shunaqa savollar tug'iladigan bo'lsa, tub son qoidasini bilib olgan taqdirda bitta-bitta chiqarib olish mumkin. Tushundingmi? Demak, eng kichkina tub son necha? 2. Eng kattasi necha? Cheksiz. Tub sonlar nima desa, birga bo'linishi kerak, o'ziga bo'linishi kerak. To'g'ri. Tushundingmi? Demak, qaraymiz, keyingisi murakkab son. Murakkab sonlar degani ikkitadan ortiq, to'g'ri. Ikkitadan ortiq bo'linuvchiga ega bo'lgan sonlar murakkab sonlar deyiladi. Tushundingmi? Murakkab sonlar deyiladi. Demak, ikkitadan ortiq bo'luvchiga ega bo'lish kerak ekan, ha? Eng kichkina murakkab son necha edi? 4. 4 qaysi sonlarga bo'linadi? 2 ga 4 ga. Eng kichkinasi 1, undan keyingisi 2, undan keyingisi necha? 4. 4da natural bo'luvchilar nechta ekan? 3 tami? 2 tadan ortiqmi? Demak, 4 qanaqa sonlar? Murakkab son. 2 ta bo'lish emas, 2 tadan ortiq bo'lish kerak, tushundingmi? Masalan, 6 deydigan bo'lsam, 6 qaysi sonlarga bo'linadi? 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 6 mavzuga. 6 murakkab sonlar safga kiradimi? 7 desamchi? Yo'q. Chunki 7 qanaqa son? Tub son. Demak, 2 tadan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan sonlar qanaqa sonlar deyilar ekan? Murakkab sonlar deyilar ekan. Eng kichkina murakkab son necha? 4. Eng kattasi necha desam? Cheksiz. Tushundingmi? Yaxshi. Qarang, birinchi misoldan boshlaymiz. Birinchi misolda Birinchi misolda qaraymiz. 12 sonning barcha natural bo'luvchilarini yozing deyapti. Oddiy qilib aytganda 12 nechta songa bo'linadi, o'sha sonlarni yozib ber deyapti. Birinchi misolga qaraymiz. Birinchi savol 12 sonining barcha natural bo'luvchilarini yozing. 12 eng kichkinasi 1. Birdan boshlaymiz har birini. Bundan keyingisi 2, 3, 4, 6, 12 ni jami nechta bo'lyapti? 6. Demak, 12 nechta songa bo'linar ekan? 6 songa bo'linadi. Tushundingmi? Yaxshi. Keyingisi ikkinchi misolga qaraymiz.
ikkinchi misolda aytilyaptiki 100 sonini barcha natural bo'lishlarga yozing. 100 nechta songa bo'linadi? O'shalarni yozib chiqishingiz kerak. Eng kichkinasi 1, undan keyingisi 2, undan keyingisi 4, 5, undan keyingisi 10, undan keyin 20, 15 ga bo'linmaydi. 15 ga bo'linmaydi. 20, undan keyingisi 25, undan keyingisi 50, undan keyin 104. Demak, 10 nechta songa bo'linyapti? 9 ta songa bo'linyaptimi? 100 ning natural bo'lishlar soni nechta bo'lgan ekan? 9 ta bo'lgan. Xo'p. Shu forma qilib to'g'ri. Ya, forma sal oxirida. Qaraymiz, 4-misolga qaraymiz. 4-misol. 4-misolda aytyaptiki, 48 sonining barcha natural bo'lishlarini yozing. 48 nechta songa bo'linadi? O'shalarni hammasini bitta-bitta yozishimiz kerak. 48. Eng kichkinasi 1 ga bo'linadimi? Undan keyingisi 2, undan keyingisi 3, undan keyingisi 4, 5 ga bo'linadimi? Yo'q. 6 ga bo'linadi, 8 ga bo'linadi, 10 ga bo'linmaydi, 12 ga bo'linadi, undan keyingisi 16, 24, undan keyingisi necha? 48 o'zi. Jami nechta bo'lyapti? Jami 10 ta. 48 nechta songa bo'linar ekan? 10 ta. Qaysi sonlar desa mana o'sha sonlar. Tushunarlimi? Yaxshi. 5-misolga qaraymiz. 5-misol. 5-misol. 25 dan oshmaydigan, 25 dan oshmaydigan 5 ga karrali natural sonlarni yozing. 5 ga karrali degan 5 ga bo'linadigan sonlar degani shunda. Qarang, birinchisi 5 ta o'zimi? 5 5 ga bo'linadi. Undan keyingisi 10, undan keyingisi 15, undan keyingisi 20, undan keyingisi 25. 25 dan oshmaydigan desa 25 ta o'zini ham olamiz, tushunarli? Jami nechta bo'lyapti? Jami 5 ta. Tushunarli? 7-si 8 ga karrali 2 xonali sonlarni yozishimiz kerak. 8 ga karrali 2 xonali sonlar. Birinchisi necha bo'ladi shunda? 8 ga karrali bo'lishi kerak va u 2 xonali son bo'lishi kerak. To'g'ri. 16, undan keyingisi 24, undan keyingisi 32, undan keyingisi 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, keyingisi 96. Demak, bular hammasi 8 ga karrali 2 xonali sonlar shunda. Tushunarli? Savol yo'qmi? Biz xo'p bo'linish belgilarini o'tganmiz-ku, 2 ga bo'linish belgisi nima edi? 3 ga bo'linish belgisi 4, 5, 6. Ularni hammasini yozdirganmanmi? Yozdirganman bo'lishimiz kerak. Shuni hozir yana bitta takrorlaymiz. O'zi bu narsalarni o'tishimdan oldin, mana ular misollarni ishlashimizdan oldin qoidalarni bilishimiz kerak. Sizlar bilasizlar deb tasavvur qilyapsiz, chunki oldin yozilgan formulalar, qoidalar. Keyingisi qarang, 8-misol. 8-misol. 100 dan oshmaydigan 5 ga karrali natural sonlar nechta deyapti? 100 dan oshmaydigan 5 ga karrali natural sonlar nechta? Birinchisi 5 ta o'zimi? Oxirgisi necha? 20. Qarang, hozir bitta yozib beradigan bo'lmasa, 5 dan 100 dan oshmaydigan 5 ga karrali sonlar. Undan keyingisi 10, undan keyingisi 15, 25, 20 ham bor, 25, undan keyingisi 30, 35, 40, 45, 40, 50 bor keyingisi, undan keyingisi 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, keyin 100 o'zini bormi? Jami nechta bo'ladi sanaydigan bo'lsa qarang. 4 ta, demak 8 ta, 12 ta, 16 ta, jami nechta bo'lyapti shunda? 20 ta bo'lyaptimi? Qarang. 5 ga karrali deyapti, 100 dan oshmaydigan sonlar nechta? Oxiridagi son necha? Oxiridagi son. Shu 100 5 ga bo'lib qo'ysam bo'ladi, javob chiqaveradi. Sanab o'tirish shart emas. Shunchaki birinchi misol bo'lgani uchun bitta tushuntirib qo'ydim. Oxirgi son necha? 100. 105 ga bo'lgan bo'lsa 20. Demak, 100 dan oshmaydigan 5 ga karrali sonlar nechta bo'ladi? 20 ta. Ertaga 5 ga karrali 200 dan oshmaydigan sonlar nechta desa, 205 ga bo'lamiz, 40 chiqadi. 40 ta bo'ladi. Shunday, to'g'rimi? Keyingisi 10-misol. 10-misol. Yaxshi e'tibor beramiz. 12 ga karrali 2 xonali sonlar nechta deyapti? 12 ga karrali 2 xonali sonlar nechta? Mana 12 ga karralimi? Karrali degani shu 12 ga bo'linishi kerak-da, to'g'rimi? 2 xonali son. Birinchisi 12, undan keyingisi 24, undan keyingisi 36, undan keyingisi 48, keyingisi 64,
72, 84, 96. Jami nechta bo'ladi shunda? 4, 4. Ikki xonali. Ikki xonali 12 ga karrali bo'lgan sonlar nechta bo'lgan ekan? 8 ta. Tushundingmi? Yaxshi. Keyingisi. Mana endi 11-misoldan boshlayapman. Bo'linish belgilari boshlanadi. Savol o'zi. 2 ga bo'linish belgisi nima edi? 2 ga bo'linish qoidasi oxirgi raqami 0, 2, 4, 6, 8 bo'lgan sonlar 2 ga bo'linadi. Yoki oddiy qilib aytganda juft son bo'lish kerak. Tushundingmi? Juft son bo'lish juft son qoidasini aytinglar menga. Oxirgi raqam 2, oxirgi raqam 0, 2, 4, 6, 8 bo'lgan sonlar juft sonlar deyiladi. Oxirgi raqami 1, 3, 5, 7 bo'lgan, 7, 9 bo'lgan sonlar qanaqa sonlar deyiladi? Top son. Qarang, 11-misolga qaraymiz. 11-misol yaxshi eshitamiz. 2065, 2065, 2065, evet. 1020, 24.000, 24.567, 24.567, 8.000, 86.245, 86.245, 98.000, 98.468, 468, 95.000, 95.684. Sonlardan 2 ga bo'linadiganlarni ajratib yozing deyapti. Mana shu sonlardan 2 ga bo'linadiganlarni ajratib yozishimiz kerak. Bitta qoidani yozib bergancha qoida. Oxirgi raqamni xo'sh 0, 2, 4, 6, 8. Xo'sh 8 bo'lgan sonlar nechaga qoldiqsiz bo'linadi? 2 ga 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Qoidani yozdik. 2 ga bo'linish qoidasi oxirgi raqam necha bo'lishi kerak ekan? 0, 2, 4, 6, 8 bo'lishi kerak. Ayni bizda savol beryapti. Mana shu raqamlardan qaysi 2 ga qoldiqsiz bo'ladi? 120. To'g'ri, qarang, shoshing. 2065 bo'ladimi? Yo'q. Chiqib ketdi o'yindan. 1020 bo'ladi bittasi. 24567 bo'linmaydi, chiqib ketdi. Oxirgi raqami 5 bo'linmaydi. Oxirgi raqami 8 bo'linadi. Oxirgi raqami 4 bo'linadi. Demak, 3 tasi bo'linar ekan. Birinchisi 1020, ikkinchisi 98468, uchinchisi 95680. Oxirgi raqami 0, 2, 4, 6, 8 bo'lgan sonlar nechaga qoldiqsiz bo'linadi dedik? 2 ga qoldiqsiz bo'ladi. Tushundingmi? Savollar yo'qmi? Yaxshi, keyingisi. Keyingi misol. 13-misolga qaraymiz. 13-misolga qaraymiz. 13-misolda aytyapti-ki, qaranglar, 5019, 2978, 2978, 30.000, 30.459, 83.423, 49.423, 49.871, 22.000, 257. Sonlardan 3 ga bo'linadiganlarni ajratib yozing deydi. Mana shu sonlardan 3 ga bo'linadiganlarni ajratib yozishimiz kerak. Birinchi navbatda 3 ga bo'linish qoidasini bilishimiz kerak emas. Qoidani yozamiz. Qoida. Raqamlari yig'indisi. Raqamlari yig'indisi 3 ga bo'linadigan sonlar. Bo'linadigan son 3 ga qoldiqsiz bo'lmaydi. Nima deganmi? Qarang. Raqamlari yig'indisi 3 ga bo'linadigan sonlar, raqamlari yig'indisi 3 ga bo'linadigan son nechaga qoldiqsiz bo'linadi deyapmiz? 3 ga qoldiqsiz bo'ladi. Raqamlari yig'indisi bo'linishi kerak ekan, tushundingmi? Hozir mana bunaqa katta son berilganda hozir 3 ga bo'lib o'tirishimiz sal noqulay edi. Undan ko'ra nima qilamiz?
Raqamlar yig'imizni qo'shamiz. 5 qo'shamiz 0 qo'shamiz 1 qo'shamiz 9. Ha 5 ga 19 bor-ku. Raqamlar yig'imizni qo'shamiz. 5 ga 0 qo'shadigan bo'lsa 15. 0, 5, 5 ga 1 qo'shadigan bo'lsa 6, 6 ga 9 qo'shadigan bo'lsa 15. 15 3 ga bo'linadimi? Demak, mana bu sonimiz ham nechaga bo'linar ekan? 3 ga bo'linadi. Tushundingmi? Raqamlar yig'indisi bo'lindimi? Demak, soni bo'linadi. Keyingisiga qaraymiz. Yana bittasi mana bu. Demak, mana buni tekshiryapmiz. Endi 2 o'rta qo'shib 9, o'rta qo'shaman 7, qo'shamiz nechi? 8. 2 ga 9 qo'shadigan bo'lsa 11, 11 ga 8, 7. 18, 18 ga 8. Xo'p, qarang. Mana ikkalasi 26 bo'lyaptimi shunda? 26. Savol, 26 3 ga bo'linadimi? Yo'q. Demak, mana bu son ham nechaga bo'linmas ekan? 3 ga bo'linmas. Tekshirish tushmayapsizlar, raqamlar yig'inisini qo'shamiz. 3 ga bo'linsa bo'linadi, bo'linmasa bo'lmaydi. Tushundingmi? Keyingisi qarang. Mana bunisini qo'shib chiqamiz. 3 o'rta qo'shuv, 0 o'rta qo'shuv, 4 o'rta qo'shaman. 5 qo'shamiz 9. Barobar. Qarang. Bitta sal soddaroq yo'li 3 ga bo'linadiganlar shu o'rtada qisqartirib olsa ham bo'ladi o'zi. Qarang. Mana 3 3 ga bo'linadimi? Qisqarib ketdi. 9 3 ga bo'linadimi? Qisqarib ketdi. 4 ga 5 qo'shadigan bo'lsa 9. Savol. Raqamlar yig'indisi 9 chiqdimi? 9 3 ga bo'linadimi? Demak, mana bu sonimiz ham nechaga bo'linar ekan? 30.459 sonimiz ham nechaga bo'lyapti? 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Tushundingmi? Keyingisiga o'tamiz. Mana bunisi. Raqamlar yig'indisini qo'shib chiqamiz. 8 o'rta qo'shuv 3 o'rta qo'shuv 4 o'rta qo'shaman 2 qo'shamiz 3. Barobar. Raqamlar yig'indisini qo'shadigan bo'lsa qarang. Mana bu 3 3 ga bo'linadimi? 4 ga 2 qo'shadigan bo'lsa 6. 6 ham bo'linadimi? Savol, 3 3 ga bo'linadimi? Qisqarib ketdi. 8 o'zi qolib ketdimi? Raqamlar yig'indisi 8 chiqyapti deb turaylik. Hozircha o'zimizcha raqamlar yig'indisi 8 chiqmayapti, lekin o'rtada qisqartirib yuborganlarim bor-da meni. To'g'rimi? 8 3 ga bo'linadimi? Yo'q. Demak, mana bu sonimiz ham nechaga bo'linmas ekan? 3 ga qoldiqsiz bo'linmas ekan. Tushundingmi? Keyingisi raqamlar yig'indisini qo'shib chiqamiz. 49871. 4 o'rta qo'shib 9 qo'shamiz 8 qo'shamiz 7 qo'shamiz 1. Barobar. Savol. O'rtada qisqarib ketadiganlar bormi? 9 3 ga bo'linadimi? 8 ga 7 qo'shadigan bo'lsam 15. Mana ikkalasining bo'linadi 3 ga qisqarib ketdi. Savol. 4 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsam 5. Mana bu yerda 5 chiqyapti deb turamiz. Savol. 5 3 ga qoldiqsiz bo'linadimi? Yo'q. Demak, mana bu sonimiz ham nechaga bo'linmas ekan? 3 ga bo'linmas ekan. Oxirgisi qarang. Demak, 2 qo'shamiz 5 qo'shamiz 7. Savol. 2 ga 2 qo'shadigan bo'lsam 4, 4 ga 2 qo'shadigan bo'lsam 6. 6 3 ga bo'linadimi? Bo'linadi. 5 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsam 12. 12 3 ga bo'linadimi? Hammasi qisqarib ketsa, demak, 3 son 3 ga bo'linadi degan tushunmi? Javobi necha chiqadi hozir qisqarib ketgandan? 0 chiqadi deb turaylik. 0 3 ga bo'linadimi? Bo'linadi. Oddiy qilib aytganda hammasi qisqarib ketgandan keyin 0 qolyaptimi? Demak, o'sha son nechaga bo'linadi deganda bu 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, mana bu sonimiz ham 3 ga bo'linyapti, bu sonimiz ham 3 ga bo'linyapti, mana bu sonimiz ham 3 ga bo'linyapti. Ajratib yozing degan uchun birinchisi 5019, ikkinchisi 30459, uchinchisi 22257. Tushundingmi? Savollar bormi? Demak, 3 ga bo'linish borasida qanaqa ekan? Raqamlari yig'indisi 3 ga bo'lingan son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. Keyingisi. 16-misolga qaraymiz. 16. 16-misol. 16-misolda aytilishiga qarang. 9872, 9872, demak 3686, 3686, 7462, 7462, 87000, 87000, 964, 87964, keyingisi 56000, 56000, 872, 872, keyingisi 99846. 846. Sonlardan 4 ga bo'linadiganlarni ajratib yozing. Ana endi nechaga bo'linishi kerak? 4 ga bo'linishi kerak. Nima qilamiz buni navbatda? Qoidasi bor. Qoida. Oxirgi ikkita raqamni. Oxirgi ikkita raqamni
oxirgi ikkita raqam 0 bo'lsa yoki 4 ga bo'linsa son 4 ga son 4 ga qoldasi bo'ladi. Demak, qarang. Oxirgi ikkita raqam nima bo'lishi kerak? 4 ga bo'linish uchun foydali. Oxirgi ikkita raqam 0 bo'lsa deyapti yoki oxirgi ikkita raqam nechaga bo'linsa? 4 ga bo'linsa, 4 ga qoldiqsiz bo'linsa, demak son nechaga bo'linadi? 4 ga qoldiqsiz bo'ladi. Qarang. Oxirgi ikkita raqamiga e'tibor berganimizda 4 ga bo'linadimi yoki yo'q? Tushunarlimi? Mana oldingi raqamlar bizga umuman qiziq emas. Faqat oxirgisiga qaraymiz. Savol: 72 4 ga bo'linadimi? Ajratadigan bo'lsam, demak, bittadan beraman 4, ayirib bo'ladigan bo'lsam 3, 2, 8 dan beraman. 32 ayirsam 0. Haqiqatan bo'linyaptimi 4 ga? Demak, mana bu sonimizdan nechaga bo'linadi bu? 4 ga bo'linadi. Tushuningmi? Oxirgi raqam necha bu? 86 mi? Oxirgi raqam emas, oxirgi ikkita raqam bo'lishi kerak. Oxirgi ikkita raqam. 86. Nechaga bo'lamiz? 4 ga. 8 ni ajrataman. Demak, ikkitadan beramiz 8, ayirib bo'ladigan bo'lsam 0, 6. Bittadan beramiz 1 kira 4, ayirib bo'ladigan bo'lsa 2. Necha qoldi qolib ketyapti? 4 ga bo'linmayaptimi oxirgi ikkita raqami? Demak, mana bu ikkitasi, mana bu sonimiz nimaga bo'linmas ekan? 4 ga bo'linmas ekan. 62 ga qaraymiz. Oxirgi raqam 62, shunaqami? 62 ni nechaga bo'lib ko'ramiz? 62 ni bo'lib ko'ramiz 4 ga. 6 ni ajrataman, demak bittadan beraman 1 kira 4, ayirib bo'ladigan bo'lsa 2, 22. 5 dan beramiz 5 kira 4, 20 bo'ladi. Ayirib bo'ladigan bo'lsa 0. Savol: necha qolyapti bu yerda? 2. Necha qoldi qolib ketyapti? 2. Oxirgi ikkita raqam 4 ga bo'linmadimi? Demak, mana bu sonni o'zi ham nechaga bo'linmaydi? 4 ga bo'linadi. Tushundingmi? Yaxshi, keyingisi 64. Og'zaki ishlarga yozganlar 64. 4 ga bo'linadimi yo'qmi? Bo'linadi. Qarang. 6 ni ichida bitta 4 bor, 24 ichida 6 ta bor. Demak, mana bu sonimiz ham 4 ga bo'linyaptimi shunda? Oxirgi raqamiga e'tibor beramiz degan shunaqa. Qarang. Mana bu 72. Mana oxirgi raqam 72. Hozir 72 ni bo'lgan paytda qoldiqni chiqdimi? Demak, mana bu son ham nechaga bo'linar ekan? 4 ga bo'linadi. Oxirgi ikkita raqamiga qaraymiz faqat. Oxirgi ikkitasi. 46. 4 ga bo'linadimi? 44 bo'lganda 4 ga bo'linadimi? Ikkita qo'shdi. Demak, mana bu o'yindan chiqib ketdi. Demak, mana bu sonlar orasida 4 ga bo'linadiganlar ajratib yozing deganim uchun bittasi 9872, bittasi 87964, keyingisi 56872. Tushundingmi? Nima uchun mana bu qolganlar 4 ga bo'linmaganini tushundingmi? Oxirgi ikkita raqamni olamiz. Oxirgi ikkita raqam 4 ga bo'linsa bo'linadi, bo'linmasa bo'linmaydi. Tushundingmi? Endi mana ustun shaklda bo'lib ko'rishni bilsak kerak. Yaxshi, keyingisi misol. Keyingisi qaraymiz. 17-misolga qaraymiz. 17 misolda aytilyapti, qarang, 25780, 25780, xo'sh, 6955, keyingisi 23547, xo'p, keyingisi 55000, xo'sh, 542, keyingisi 98751, keyingisi demak 98420. Sonlardan deyapti, 5 ga bo'linadiganlarni ajratib yozing. 5 ga bo'linish qoidasi. Birinchi navbatda qoidani yozishimiz kerak, tamam? 5 ga bo'linish qoidasini kim aytadi? Raqam bo'lsa to'g'ri. Qoida oxirgi raqami 0 yoki 5 bo'lgan sonlar, to'g'ri, 5 bo'lgan sonlar, top sonlar 5 ga qoldiqsiz bo'lgan. 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. Oxirgi raqam necha bo'lishi kerak faqat? 0 yoki 5. Undan oldingi raqamlar bizga qiziqmi? Yo'q.
Faqat oxirgi raqamga qaraymiz biz. Tushunarmi? Savol. Oxirgi raqami birinchisida 25780. Oxirgi raqam 0 mi? Demak, nechiga bo'linadi bu? 5 ga bo'linadi. Oxirgi raqami 5. Bu ham 5 ga bo'lyaptimi shunda? Oxirgi raqam 7. Yo'q, o'chirib tashladik. Oxirgi raqam 2. Yo'q, o'chirib tashladik. Oxirgi raqam 1. Bo'linmaydi. Oxirgi raqami 0. Bo'lyaptimi? Demak, 5 ga bo'linishi uchun oxirgi raqami yoki 0 bo'lsin, yoki necha bo'lsin? 5. Undan boshqa raqam bo'ladigan bo'lsa 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. Tushundingmi? Demak, bu yerda qaysi sonlar bo'lyapti? 25780, 6955, keyingisi 98420. Tushunarlimi? Yaxshi. Keyingi misol. 19-misol. 19. 19-misol. Qaraymiz. 19-misolga qaraymiz. Misolda aytyapti, qaranglar, 5291, 5291, 8752, 8752, 93642, 642, keyingisi. Demek 1.200.000, 124.000, 782, keyingisi. 36.480, keyingisi 98.750, 98.750. Sonlardan deyapti, sonlardan 6 ga bo'linadiganlar ajratib oldi. Ayni nechini bo'linish qoidasiga keldik? 6 ni bo'linish qoidasi. Qarang, qoidani yozamiz. Qoida. To'g'ri. Qoida bir vaqtning o'zida, bir vaqtning o'zida 2 ga ham, 3 ga ham, bir vaqtning o'zida 2 ga ham, 3 ga ham bo'linadigan sonlar nechiga ham bo'linadi? Bo'linadigan sonlar 6 ga qoldiqsiz bo'ladi. Qoldiqsiz bo'linadi. Demak, 6 ni bo'linish qoidasi nimaga bog'liq ekan? 2 ning bo'linish qoidasi bilan 3 ning bo'linish qoidasiga bog'liq ekan, to'g'rimi? Mana bu sonlar hozir 2 ga bo'linsa yoki 3 ga bo'linmasa, shu son 6 ga bo'linadimi? Yo'q. Ikkalasiga ham bo'linish kerak, shundaymi? Savol: 2 ga bo'linish qoidasi oxirgi raqam 0, 2, 4, 6, 8 bo'lishi kerakmi? Shunaqa bo'lishi kerak. Bunisiga qarang, oxirgi raqami necha? 1. 2 ga bo'ladimi? Yo'q. Demak, shuni hozirda o'zi o'yinga chiqayotgan bu narsa. Chiqayapti. Xo'p, qolganlar 2, 4, oxirida 0 ekan. Qarang. Ana endi qarangiz. Oxirgi raqam 2 mi? 2 ga bo'ladimi? Bo'linadi. 2 bo'linadi, 2 bo'linadi, 0. Oxirgi raqam 2 ga bo'linadi. Oxirgi raqam 4, 2 ga bo'linadi. Ayni qaysi qoidani tekshirishimiz kerak biz? 3 ga bo'linish qoidasi. 3 ga bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'lingansa, 3 ga ham bo'linadi deydi, shunaqami? Raqamlar yig'indisini qo'shib chiqishimiz kerak. Qo'shadigan bo'lsam qarang, og'zaki qo'shamiz. 8 ga 7 qo'shadigan bo'lsam 12, 15 ga 5 qo'shamiz 20, 22. 22 3 ga bo'linadimi? Yo'q. Demak, mana bu son nechiga bo'linmas ekan shunda? 6 ga bo'linmas ekan. 3 ga bo'linmadi, demak 6 ga ham bo'linmaydi degan. Qo'shamiz. 9 ga 3 qo'shadigan bo'lsam 12, 12 ga 6 qo'shadigan bo'lsam 18, 18 ga 4, 22, 24, 24 3 ga bo'linadimi? 24 2 ga ham bo'lindi, 3 ga ham bo'lindi. Demak, mana bu son nechiga ham bo'linadi? 6 ga ham bo'lindi. Tushundingmi? 1 ga 2 ni qo'shamiz. 3, 3 ga 4, 7, 7 ga 7, 14, 14 ga 8, 22, 22 ga 2, 24. Demak, mana bu son 3 ga qoldiqsiz bo'ladimi? Demak, nechiga ham qoldiqsiz bo'lyapti? 6 ga ham qoldiqsiz bo'ladi. Xullas, qaranglar, mana 3 bilan 6 ni qisqartirib yuboradigan bo'lsam, boya qisqartirib tashlab ketsanlar. 4 ga 8 qo'shadigan bo'lsam 12. 12 ga 3 ga bo'ladi. Demak, mana bu son nechiga bo'lingan? 6 ga qoldiqsiz bo'ladi. Biz 2 ga bo'linish qoidasini tekshirib bo'ldik-ku o'zi. Ayni 3 tekshiryapmiz. 9 qisqarib ketdi, 8 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsam 15, 15 ham qisqarib ketdi. 5 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsam 9. 9 3 ga bo'linadimi? Bo'ladi. Demak, mana bu sonimiz ham nechiga bo'linar ekan? 6 ga bo'linadi. 2 ga ham bo'linyapti, 3 ga ham bo'linyapti. Bu degan nechiga ham bo'linadi degan? 6 ga ham bo'linadi. Tushundingmi? Savollar bormi? Yo'q. Keyingisi. Keyingisi 21-misol.
21 misol. Yaxshi deb eshitamiz 21 misolda qarang 6442 keyingisi 84564 keyingisi demak 45872 keyingisi 25948 keyingisi 35000 demek 472 keyingisi 65244 sonlardan deyapti 8 ga bo'linadiganlarni ajratamiz. 8 ga bo'linishi uchun birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Foydasini bilishimiz kerak. Foydani bilsak ham foydasini yozib qo'yamiz. Foyda oxirgi 3 ta raqami 3 ta raqami 0 yoki oxirgi 3 ta raqami 8 ga bo'lingan sonlar 8 ga bo'linadigan sonlar sonlar 8 ga qoldiqsiz bo'linadi. Yaxshi deb qo'yamiz. Qoida bo'yicha oxirgi 3 ta raqamni nima bo'lishi kerak ekan? 0 yoki oxirgi 3 ta raqamning ichiga bo'linishi kerak ekan 8. Bu bizga undan oldingi raqamlar qiziqmi? Faqat oxirdagi 3 tasi qiziqadi bizga. Oxirdagi 3 tasiga e'tiborlaymiz, bo'ldi, qolgani kerak emas. Yaxshilab qarang. Yaxshilab e'tiborlaymiz. Oxirdagi 3 ta raqam 442 mi? 442 ni bo'lib qo'yamiz 8 ga. 442 ni bo'lamiz 8 ga. Birontasi oxirgi raqam 3 ta 0 bormi hozir? Yo'q. Demak 0 mana birinchi qoida ishlamayapti. Ikkinchisiga qaraymiz. 44 ni aytamiz. 5 dan beraman. Demak 40 bo'ladi. Ayirib bo'ladigan bo'lsa 4 2 42. Yo'q, 42 bo'linmaydi-da, to'g'rimi? Yana 5 dan berishimiz kerak. 5 kere 8 40. Ayirib bo'ladigan bo'lsa necha? 0. 442 8 ga bo'linyaptimi? Bo'linyaptimi yo'q? Demak necha qoldiq qilib ketish kerak? 2. Qoldiq 2 qolyapti. Demak mana bu son nechaga bo'linmaydi deganimiz 8 ga bo'linadi. Tushundingmi? Keyingisi oxirdagi 3 ta raqam necha? 564 shunaqami? 564. 564 ni nechaga bo'lamiz? 8 ga. 56 dan ajrataman. 7 ni beraman. 7 kere 8 56. Ayirib bo'ladigan bo'lsa demak 0 4 bu tomonga bitta 0 berishimiz kerak. Savol 4 8 ga bo'ladimi? Qoldiq qolib ketyapti bu yerda necha 4. Demak qoldi degani nechaga bo'linmaydi degani 8 ga bo'linmaydi. Bu ham chiqib ketdi o'yindan. Keyingisi oxirdagi 3 ta raqami 8 ning 872. 872 ni nechaga bo'lib beramiz? 8 ga. 8 ichida. Demak bittadan bor 1 kere 8 8 ayirib bo'ladigan bo'lsa demak 0 7 2 2 son tushirgani uchun bitta 0 9 dan beramiz. 9 kere 8 72 ayirib bo'ladigan bo'lsa qoldimi? Yo'q. Qolmadi degan demak mana bu sonimiz nechaga bo'linadi degan? 8 ni xolos bo'linadi. Tushundingmi? Keyingisi 948. 948 bunamiz nechaga? 8 ga. 94 ichida 9 dan aytamiz. 9 ajratamiz, bittadan beraman 8 ayirib bo'ladigan bo'lsa 1 4 bittadan beraman demak 8 6 68 8 ga bo'linadi. 8 dan beramiz 64 4 qoldiq qilib ketadi. Demak mana bu son nechaga bo'linmas ekan? 8 ga bo'linmas. Mayli, qo'yganini yozamiz. 472 nechaga bo'lamiz? 8 ga. 47 nechida? 5 ta bormi? 5 kere 8 40 ayirib bo'ladigan bo'lsa 7 2 9 dan beramiz 72 ayirib bo'ladigan bo'lsa qolmadimi? Demak mana bu son nechaga bo'linadi? 8 ga bo'linadi. Keyingisi 244. 244. Buramiz nechaga? 8 ga. Demak ushlangan 3 kere 8 24 ayirib bo'ladigan bo'lsa 0 0 necha qolib ketadi? Demak mana bu son nechaga bo'linmas ekan? 8 ga qoldiqsiz bo'linmas. 8 ga bo'linishi uchun oxirgi 3 ta raqami 0 bo'lishi kerak yoki oxirgi 3 ta raqam nechaga qoldiqsiz bo'lishi kerak? Hozir mana bu kitobimizda sonlar kichkina masalan 6442, 84556
ertaga testda juda ham uzun katta sonlar tushib qolishi mumkin. Tushundingmi? Bunga o'xshagan kichkina sonlar berilmaydi. Bunga o'xshagan sonlar berilsa, ustun shaklda bo'lib bitabara topib qo'yadi, bilasizmi? Bunaqa sonlar kichkina sonlar berilmaydi. Biz hozir qoidani o'rganib olishimiz uchun, bitta kirishib olishimiz uchun shunaqa kichkina sonlar berilgan, hozir o'zi. Ertaga testda bunaqa kichkina sonlar tushmasligi mumkin. Keyingi misol. 23-misol. Xo'p, 23-misol. 23-misolda aytilyapti, qarang. Mana bu sonlar demak 364 364 581 364 demak 123 keyingisi 456 387 keyingisi 95 403 keyingisi 85 8 million demak 546 300 sonlardan deyapti, qaysi biri 9ga bo'linadiganlarni ajratib yozing. Birinchi navbatda qoidani yozishimiz kerakmi? Qarang. Qoida raqamlar yig'indisi 9ga bo'lingan son 9ga bo'linadigan son 9ga bo'linadigan son nechaga bo'linadi? 9ga qoldiqsiz bo'ladi. Qaysi qoidadan bir xil? 3 ga bo'linish qoidasi bilan bir xil. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadigan son 3 ga qoldiqsiz bo'ladi degandik. 9 ga bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linadigan sonlar nechaga qoldiqsiz bo'ladi deyapmiz? 9 ga qoldiqsiz bo'ladi. Raqamlar yig'indisini hisoblashimiz kerak ekanmi? Savol, hisoblaymiz. 3 ga 6 ni qo'shamiz. 9 ga 4, 13, 13 ga 5, 18, 18 ga 8, 26, 26 ga 1, 27. 27 9 ga bo'linadimi? 3 chiqadi. Demak, mana bu sonimiz ham nechaga bo'linar ekan? Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Qo'shamiz. 1 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsam. Hozir 1 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsam 3, 6, 10, 15, 18. 18 9 ga bo'linadimi? Bo'linadi. Demak, mana bu son ham nechaga bo'linadi? 9 ga bo'linadi. Bunisi, qarang. Ana endi tashlab ketishga o'rganamiz. Savol, 4 ga 5 qo'shadigan bo'lsam? Bo'ldi, tashlab oldim. 6 ga 3 qo'shadigan bo'lsam? 9, buni ham tashlab oldim. 8 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsam? 15. 15 9 ga bo'linadimi? Yo'q. Demak, mana bu sonimiz ham 4 nechaga bo'linmas ekan? 9 ga qoldiqsiz bo'linmas ekan. Qo'shamiz. Mana 9 tashlab oldimmi? 5 ga 4 qo'shadigan bo'lsam, 9 necha bo'lib ketyapti? 3 9 ga bo'linadimi? Yo'q. Demak, mana bu son ham nechaga bo'linmaydi? 9 ga bo'linmaydi. Qo'shamiz. 8 ga 5 qo'shadigan bo'lsam, 13, 13 ga 4 qo'shadigan bo'lsam, qarang. 17, 17 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsam 23, 23 ga 26, 1 27. 27 9 ga bo'ladimi? Bo'ladi. Demak, mana bu sonimiz ham nechaga qoldiqsiz bo'linar ekan? 9 ga qoldiqsiz bo'ladi. Tushunarlimi? Savollar bormi? Bitta takrorlaymiz. Birinchi qoidamiz 2 ga bo'linish qoidasi. 2 ga bo'linish uchun oxirgi raqami 0, 2, 4, 6, 8 bo'lishi kerak shuni. Boshqa raqam bo'ladigan bo'lsa 2 ga bo'linmaydi. Ikkinchi qoidamiz 3 ga bo'linish qoidasi. Raqamlari yig'indisi nechaga bo'linishi kerak? 3 ga bo'linishi kerak. To'rtinchi qoidamiz oxirgi ikkita raqami 0 bo'lishi kerak yoki oxirgi ikkita raqam nechaga bo'linishi kerak? 4 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. 5 ga bo'linish qoidasi sal-soltaroq, oxirgi raqam 0 bo'lsin yoki necha bo'lsin? 5 bo'lsin. 6 ga bo'linish qoidasi. Bir vaqtning o'zida 2 ga ham, 3 ga ham bo'linadigan sonlar nechaga ham bo'linadi deyapmiz? 6 ga ham bo'linadi. Tushuningmi? Bir vaqtning o'zida ikkalasiga ham bo'linishi kerak. 2 ga bo'linadi lekin 3 ga bo'linmasa 6 ga bo'linmaydi. Yoki 3 ga bo'linadi 2 ga bo'linmasa 6 ga bo'linadi. Ikkalasiga ham bo'linishi kerak. Keyingi qoidamiz 8 ga. Oxirgi 3 ta raqam, qarang. Mana 4 ga bo'linish qoidasida oxirgi 2 ta raqam edi-ku. Oxirgi 2 ta raqam 0 bo'lsin yoki oxirgi 2 ta raqam 4 ga bo'linsin. 8 ga bo'linish qoidasida oxirgi 3 ta raqam 0 bo'lishi kerak yoki oxirgi 3 ta raqam 8 ga bo'linishi kerak. Tushunarlimi? 9 ga bo'linish qoidasi 3 ning qoidasidan bir xil.
Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadigan sonlar nechaga qoldiqsiz bo'linadi deyapmiz? 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. Tushunarlimi? Savollar bormi?